Manzaraga nechi do'stlar? Shvetsariya! Agarda sizlar ham poqqa chiqmoqchi bo'lsalaringiz, charchab qoldim. Yonbosh qishlog'i Taliqul qishlog'i ekan. Taliqul qishlog'i 4 ta tog'ning ichida joylashgan. Mana shu yerga kelib, bemalol oilaviy kelib, do'stlar bilan kelib dam olib ketishlaringiz mumkin. Moshin bilan tog' tagigacha keldik. Ash tepalikdan sherga chiqdik, hozir lola tergan. Mana lolalar. Tepada bolalar teryapti. Xullas, barchalaringizni Taliquldagi 4 ta tog' ichiga taklif qilaman.